Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Sardor, ya'ni Sardor Minecraft. Bizning obunachilarimiz soni 11 ta bo'ldi va men 10 ta bo'lganda video chiqarishga va'da bergan edim. Afsuski do'stlar, ulgurmay qoldim. 10 ta bo'lganimizda men yangi video chiqarayotgan edim. Faqat qandaydir sabablarga ko'ra, xullas, bir nechta sabablarga ko'ra video buzilib qoldi. Shu sababli chiqarmadim. Yana bitta 37 daqiqalik video chiqargandim, uni o'chib ketdi. Shu sababli men sizlarga yangi video chiqaryapman. Orqam siz turgan joy server demoqchimisiz? Yo'q, bu server emas. Bu shunchaki bir mod xolos. Shunchaki bir mod. Bu modni yaratganga juda katta rahmat. Va men bir blokda o'ynashni 100 ta obunachiga yetgan paytda qilmoqchi edim. Lekin bir blokda 100 ta obunachiga yetgan payt qilish men uchun juda zerikarli sezildi. 100 ta obunachiga yetgan paytda Herobrine bilan jang qilishni tavsiya qilaman sizlarga. Hozir esa men bir blokda o'ynamoqchiman. Mana bu narsalar qo'limdagi sehrli oltin olma, sabzi va oltin sabzi va bir nechta narsalar qayerdan keldi demoqchi bo'lsangiz, ana bu tarafdan sakrab, xullas 200 milliard marta o'lib, ana bu orolchagacha yetib bordim va o'sha orolchadagi sandiqni ochsam, meni uxlatib ketishdi. Xo'sh, do'stlar, kiraymi yoki yo'qmi? Subscribe my YouTube channel. Ha do'stlar, bu modni boshqa gamerlar yaratgan. Men foydalanyapman xolos. Xo'sh do'stlar, 1 2 3 olg'a. Ana, biz qayerdamiz? Ana bir blok. Assalomu alaykum. Salom deyapti shekilli. Hop, ana. Bir nechta narsalar chiqdi. E'tibor bermaymiz. Sandiq. Mana. Sehrli kitob. Mana bu narsalar Baydeto va original. Bu narsani nimaligini haligacha bilmayman. Uy, tushunursiz, saqolsa tushib ketardimi? Bo'ldi, endi bu narsani sindirib tushunursiz, ochib yubordim. Xo'sh do'stlar, bu videoning ham ikkinchi qismi chiqadi. Ikkinchi qismi bor, yo'q emas. Ikkinchi qismi bor bu videoni. Faqat ikkinchi qismi qachon chiqadi? Sizlar mana shu videoga 20 ta like yig'inglar. 100 ta emas, 20 ta. 20 ta like yig'inglar. Men shu zahoti bo'lmasam 20 ta like dan oshganda videoni qo'yib yuboraman. Bechora qizcha cheksizlikka ravona bo'ldi. Ana shu narsa bo'lgan paytda nimagadir menga qanaqadir mob paydo bo'lgandek tuyuladi. Mob paydo bo'ladigandek. Uy. Deb inventar menimcha yo'q do'stlar. Sababi men hali mashhur bloger emas, mashhur gamer emasman. Nimaga? Birinchi level tugatdi. Birinchi levelni tugatdik do'stlar. Endi qolgan levellar qoldi. Mana bu narsa qachon yo'q bo'ladi endi? Sizlarni ko'rishingizga ham xalaqit beryapti do'stlar. Xo'sh, meni Minecraftni biladigan tanishlarim borasida gaplashsak. Xo'sh, mayli turaversin. Ular juda ko'p. Muhammadjon bor. O'tgan videoda aytganimdek. Nima buncha mana bu yerlarni yo'q qo'ymasam bo'lmaydi shekilli. Muhammadjon bor. Keyin Anas nomli jo'ram bor. Menga Minecraftni o'rgatgan Anas bo'ladi. Keyin yana bir nechta Sultonali nomli jo'ram bor. Sultonali bilan o'tgan hafta shanba kuni video chiqarmoqchi edik, lekin u Minecraft xaltasi yuklamagan ekan. U yuklash uchun ancha vaqt ketdi, shu sababli video ola olmadik. Mana shu o'rtada bo'lish kerak. Mana bu yerlarga alohida boshqa cho'qim qo'yib qo'yay, tushib ketdi. Amayli. Mana yana bitta. Mana bu narsani bolta bilan buzish kerak. Yog'och tushdi. Mana bo'ldi.
Birinchi yog'ochdan nima qilamiz? Doimgidek verstack yasaymiz. Verstackni esa mana bu yerga qo'ysak menimcha bo'ladi. Ana kun bo'lyapti do'stlar. Do'stlar, video nimaga tundan boshlandi? Sababi men ana u boyagi olotchaga borish uchun shunchalik ko'p mehnat qildim. Bu Minecraft o'zi ham nechanchi versiyaligini bilsangiz qotib qolasiz. Menimcha bu Minecraft ana u 122-versiya bo'lsa kerak. Menimcha ham shunday. Chunki bu yerda mis ishlatilgan. Mis blok esa asosan 121 maksimal, ya'ni 120 versiyasida yoki 122 versiyada ishlatiladi. Do'stlar, 122 versiya bor. 122-20 versiyani o'tgan kuni tashlaymiz degandim. Chiqqanmi deb yozib ko'rgandim. Google'ga skachat 329 megabayt deb turibdi-da. Shunaqa uxlab yubordim. Men hali 121.94 da yuribman. Ular 122 ga o'tkazishgan. Bu ana. Endi kirka yasash kerak. Kirka bu hayot. Kirkasiz hayot emas. Voy turib. Mana bu narsalarga tayoqcha yasab olamiz. Bitta kirka. Bo'ldi, tamom. Endi ishimiz hal. Shuncha suyak. Nima bo'ldi? Birdaniga suyak kukuniga aylandi-ku. Mana Minecraftda kichik otish. Yana bitta qamish. Nimaga meni tepadan teleport qilyapti bu? Do'stlar, shu narsa menga unchalik ham yoqmayapti. Mana bu yerlarni sal chiroyliroq qilib qo'yish kerak. Holda ajralib tursin. Mana shuni o'zi yetadi. Endi do'stlar, mana bu tarafdan kichik yo'l qilib qo'yamiz. Qanaqadir moblar uchun. Mabodo bironta mob kelib qolsa, bo'ldi. Endi bu yerdan parkur qilib o'tishdan boshqa ilojisi yo'q. Ana. Bu tarafga qanday o'taman? Bo'ldi. Mana bu yerdan bitta qo'yamiz va mana bu yerdan bitta bo'ldi. Endi hatto Warden kelsa ham Warden 2 blokdan o'ta olmaydi va 2 blokka sig'adi. Mana bu yerga sig'adi do'stlar. Agar bu yerda 1 blok joy tashlab kelganimda sakrab o'tib ketardi. Endi men nimaga inventar qo'shdim? Mana bu yerni qazishim kerak. Do'stlar, hozircha bizning maqsadimiz yo'q. Toshlik aslahalar o'yinni yarmida keladi. Chester. Chester. Do'stlar, men oldin 1 blok o'ynaganimda super sandiqlar bosqichi bo'lgan. O'sha sandiqlarni bittasida bilasizlarmi? Aytsam dahshat. Bitta oltin bosh kiyim bilan bitta oltin qalpoq. Nima degan gap bu? Lekin o'sha payt juda qiyin bo'lgan. Sababi loy bosqichida bo'lgan paytimda 10 talab vardan paydo bo'lgan. Keyin temir bosqichiga o'tgan paytimda bitta ham paydo bo'lmagan. Izdovatsiya qilmoqchi bo'lganda meni. Shunaqa ham izdovatsiya qiladimi? Minecraft o'tyapti. Do'stlar, men chap qo'lga o'rnatish modini tashlamaganman. Aks holda hozir o'zim bilardim nima qilishni. Sal qo'lga seni yiqitib yuborsam o'zimni kechira olmasdim. Sandiqni yoniga o'rnatib qo'yaylik. Hop, bekor yerga o'rnatdim. Mana bu yerda shuncha joy bor. Qanasan? Emas. Nima qilyapsan orada? O'zi biladi. Lekin do'stlar, men o'ynagan 1 blokda bitta yomon taraf bor. Taxta qani? Men o'ynagan 1 blokda bitta yomon tarafi bor edi. Unda
mana bu qaytadan paydo bo'ladigan blokni ustiga chiqsangiz, blok sekin paydo bo'lardi va sizni cheksizlikka tushirib yuborardi. Shu sababli ham men keep inventarni yoqib o'ynaganman. Aks holda men bir blok degan tushuncha menga notanish bo'lardi. Qovoqqa nima qilsa bo'ladi? Golem qilsa bo'ladi, qovoqli chiroq qilsa bo'ladi. Hozir menimcha qovoqli chiroq ko'proq asqotadi, chunki golem tushib ketsa shunchaki yarim bo'ladi. Menimcha nima demoqchiligimni hammangiz bilgan bo'lsangiz kerak. Har soniyada bunaqa narsa qilib turishim shart emas. Faqat o'zimga bitta bolta yasab olay. Ruxsatingiz bilan o'zimga bittagina bolta yasab olsam. Albatta, aytgancha do'stlar, biz endi men yaqinda qishloqqa boraman va o'sha Anas degan jo'ram bilan yangi video olaman. Meni bir blok kartam bor. Eski sen hozir necha blokka saklading? Bir blok kartam bor eski. O'shanda Elder Guardianlarni qal'asidan o'tib ketganman. Cho'chqani yo'qol bu yerdan. Sen menga kerak emas. Boshqa hech kim paydo bo'lmadim, yaxshi. Bu yerda o'tirmay yaramas. Elder Guardianlarni qal'asidan o'tib ketganman. Ulardan keyin jungli keladi. Jungliga yetganman. Molda bolasi. O'tmaysan. Shoshma, nimaga men bu yerlarni yog'och bilan yopdim? Eng kerakli narsa o'zi hozir yog'och bo'lsa. Balki adashgandirman. Lekin o'yinning oxirida deyarli yog'och chiqmaydi do'stlar. Qum ham chiqmaydi hattoki. Men o'sha o'yinda qumga zo'r bo'lganman. Qaniydi o'sha payt oldimda noob bo'lganda. Qumga zo'r bo'lish mumkinmi do'stlar? Qum, mana shu qum. Lekin menda shunday bo'lgan. Qumga zo'r bo'lganman. Juda ham qattiq o'yin bo'lganidan qumga zo'r bo'lganman do'stlar. Qumga. Chunki o'sha payt ferma qilib, sen Endermanmisan? Yo'q, qo'ymasan. Qani, seni o'ldirsa biron narsa tushadim. Boshqa joyga qochib turib. Meni tushunmaydimi bu? Bu ana o'zing bir deyishni bermaykan. Uni o'ldirganim uchun xafa bo'lib afsuslanmayman. Chunki menda bitta qo'zicha. Boshqa blok sindirib yuboribman. Hello friends, visit my channel please. Channel name is that meaning nimagadir sayohat qil. My real name is Devent. O'qiyolmay qoldim chatda bor ekanmi? My real name is Devanch Trivedi and your please comment in my video, thanks. Albatta aytaman agar kanalingizni topa olsam. Chunki bu yo'q. Menimcha 1 yil oldin yaratilgan bo'lsa kerak kamida, ko'pida. Chiroq. Endi biz zombilardan qo'rqmasak ham bo'ladi, chunki ular bizning orolchamizda paydo bo'lishmaydi. Aytgancha, mana bu daraxtlarni ekib qo'yish kerak. Bular hali bizga kerak bo'ladi. Assalomu alaykum deyapman. Xo'sh, do'stlar, men videoni ozgina qismini qirqdim. Sababi video 15 minutdan oshib ketibdi. Shuning uchun qirqib alohida xayrlashish o'tkazdim. Do'stlar, ana shu videoga 20 ta like yig'ilsa va bizning obunachilarimiz soni 30 taga yetsa, shu videoning, ya'ni one blockning ikkinchi qismini chiqaraman. Do'stlar, sizlar bilan Sardor Minecraft bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr.